Sabinaxon qizimizda psoriazli tarqoq turi bor edi. Doktorga olib bordik, mazla yozdi, ta'sir qilmadi. Qancha vaqt davolandinglar? Bizning mahsulotimizdan? O'tgan yil oktyabrdan zakaz berdim. Hozirgacha davom etyapti. Ha, hozirgacha davom etadi. 2-3 marta olib bordik, mazla yozdi. Ta'sir qilgani ta'sir qildi, keyin qilmadi, lekin sizlarning doringlarda ancha ketdi. Dermalife kompleks mahsulotlaridan qizingizga bergan natijadan rozimisiz? Ha, roziman. Xudoga shukr. Ketdimi hamma yarali? Hozir qanaqasan qizim? Doringni ko'p ichdingmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Xursandmisan qizim? Kepti achon qilib qo'yman endi. Achon. Asal qiz. Asal qiz, katta qiz bo'lgan. Umring uzoq bo'lsin. Malades. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani, Yangiyo'l tumaniga tashrif buyurganmiz. Sabinaxon qizimizda psoriazli tarqoq turi bor edi. Bugun qizchamizni holidan xabar olgani keldik. Rosa bir-birimizni tanigan ekanmiz, to'g'rimi? Ha? Gaplashganmiz internetda rosa. Hozir qizimiz alhamdulillah necha foizga yaxshilandi? Ancha yaxshi 90, 100? Ha, pashti 100 desa ham bo'ladi. Chunki qizchamizda hech qanaqa bemorlik. Opam meni batutga olib bordi. Voy, batutga bordingizmi qizim? Malades. Vovola ketdimi qo'lingizdagi? Ancha toshmala ketdimi hammasi? Chiqib ketdi. Yiqilib tushdim. Voy, xudo asrasin, yiqilib tushmang. Hozir oyingizlar bilan gaplashamiz, eshitib turasiz, xo'p? Gapingiz bo'lsa, keyin ertasi qo'shib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursand bo'ldim. Xonadoningiz to'g'ridan joy berganingiz uchun kattakon rahmat. Ramazon hayitlar muborak bo'lsin kelayotgan. Rahmat o'zingizga. Qizimizda qatdan chiqib qoldi bu psoriaz? Shu 1 yoshidan boshlab tizzasida chiqdi birinchi. Doktorga olib bordik, temirlatga deyishdi. Keyin maz yozdim, mazda ta'sir qilmadi, keyin sekin badaniga chiqishni boshladi. E'tibor bermadik. Keyin oyim sizlar ko'rib qoldilar internetda. Oq rang. Oq. Hozir oyingizlar gaplari tugasin, xo'p? Xo'pmi? Javobi? Ha, bor qizim. Sizga jo'nataman, xo'p, o'g'ilcha. Keyinchi? Oyijonim ko'rib qoldilar internetdan. Keyin zakaz berdilar, shundan keyin dorini ichdi. Mazlarini surdim. O'sha sovunlarini surdim, sekin o'shanda. Yo'q, ungacha nima lecheniyalar qildinglar qizimizga? Undan oldinmi? Dermalife kompleks mahsulotini olish yilmi? Undan oldin doktorga olib bordik, mazla yozdi, ta'sir qilmadi. Xos qizim. Ta'sir qilmadi ular. Ichdingizmi? Yaxshi bo'ldimi? Yoqdimi sizga? O'zi haqiqiy otzivi bola gapiradi o'zi aslida. O'sha 2-3 marta olib bordik, mazla yozdi. Ta'sir qilgani ta'sir qildi, keyin qilmadi, lekin sizlarning doringlarda ancha ketdi. Alhamdulillah. Avvalgi va keyingi holatlarning rasmi bor bizda. Ijobiy tomonga o'zgarganini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Bolaning kayfiyati yaxshi. Ha? Xursand qizimiz, umri uzoq bo'lsin. Asosiysi natijadan rozisizlar, to'g'rimi? Ha, roziman, xursandmiz. Nimasi ko'proq effekt berdi deb o'ylaysiz? Mana sirop vositasi bor, krem vositasi bor, sovun bor. Qaysi biridan ko'proq effekt oldi deb o'ylaysiz? Yoki hammasi birga bo'ldi deb o'ylaysiz? O'sha hammasi birga bo'ldi. Qo'zg'atdimi boshida qizimizni? Ha, hamma yog'iga chiqib ketdi. Qo'rqib ketdingizmi? Ha, boshlariga, Baloga mamitlariga, sochlarini orasida ham shu bunaqaga o'xshab chiquvdi-da. Nima deb o'yladingiz o'sha payt? Yo'q, qo'zg'atadi deb aytuvdingiz. Ha, eshitdingiz? Ha, eshitdim. O'shanga boshda qo'zg'atadi. Parhezga qiynalmayapsizlarmi? Hamma narsa yeyapti o'zi. Oyi meni orqam oldi. Bolam, bitta gap aytaymi? Shirin mumkin emas. Kirishki mumkin emas. Ana. Chips mumkin emas. Chips yemayman. Faqat ovqat. Yaxshi ovqat. Faqat shirin, ana gazli kola, Pepsiga o'xshagan narsalar mumkin emas. Odam magazinda olib kelmasin. Olib kelmasin. Ayting-da adasiga, olib kelmaydi, aytamiz. Adangga aytib qo'ysalar bo'ldimi? Olib kelmasinlarmi? Aytib qo'ying, xo'p, olib kelmasinlar. Ana odam puli ko'p-ku. Ha, puli ko'p-da. O'shaning uchun olib keladi, to'g'ri? Puli ko'p bo'lganing senga Pepsi, ha? Tuxum olib kelsin. Tuxum olib kelsin undan ko'ra. Qaynatib yeymiz, to'g'rimi?
Asosiysi parheziga jiddiy qarash kerak baribir. Chunki parhezda gap ko'p. E'tiborli bo'linglar parheziga. Va bunaqa kayfiyat bilan kasal bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa buni kasallik deb qaramaymiz. Madina bo'yi kola ichdi. Doktor akam aytdilar, ushlar ekanlar degan. Xo'p. Chaqiraman bo'lmasam deb menga Telegramda yozib yuborgan. Ya'ni ichsa. Xo'p. Va bir yilda bir marta baribir badanni qayta ko'rikdan o'tkazib, tekshirtirib, holat toshmalar yo'qmi, boshqami tekshirib turish kerak bo'ladi. Bormi? Kelishdik. Va o'zi umuman kuzatib borasizmi gruppani? Ha. Doimiy kuzatuvchimisiz? O'tdagi maslahatlarni men qaytarib o'tirishim shart emas, ya'ni hammasini bilasiz. Telegramingiz bor menda. Telegram bor. Instagramdan ham a'zoman. Yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin. Tartib intizomini joyiga qo'yib, orasini uzmasdan akkuratni lecheniya har qilinadi va biz avvalgi keyingi rasmlarni qo'yib beramiz. Kuzatuvchilarimiz o'zligi solishtirib olishadi. Istagan paytingiz qanaqadir savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa yoki qizimiz o'zi gapirgisi kelsa bizga, istagan paytingiz yozishingiz, gapirishingiz mumkin bo'ladi. Serum vositasini bir yilda bir marta, albatta o'zingizga qulay vaqtda, imkoniyat bor paytda olib, bitta profilaktika uchun ichirib turasiz. Hozir mana toshmalar deyarli yo'q. Holati yaxshi, rangi yaxshi. Bolani qo'rqitmasligi, psixoemotsional depressiyaga tushirmasligiga harakat qilinglar. Ular mechochim tortdi. Hamma depressiya shunday-ku. Hamma hozir ushib ketaman, ha, biladi. Qo'rqib ketaymi? Qilmayman. Mehribon bor. Qilayotgan lecheniyalar uzluksiz bo'lib, mana qancha vaqt davolandinglar? Bizning mahsulotimizda? O'tgan yil oktyabrdan Oktyabrda boshlagansiz. Hozirgacha davom etyapti lecheniya. Ha, hozirgacha davom etyapti. Ana opam telefon ko'rdi. Uni ham uramiz. Uni ham chaqirasan hozir, xo'p? O'zi ko'rmaydimi telefon? Ko'radi. Ko'rmas. Hech kim bilmasin, xo'p. Ozgina ko'raymi? Ozgina ko'ring. Xo'p. Kechqurun nechada uxlaydi? Vaqt uyqusi yaxshimi? 10-11 da uxlaydi. 11 da uxlaydimi? Yaxshi. Xo'p, Dermalife kompleks mahsulotlaridan qizingizga bergan natijadan rozimisiz? Ha, roziman. Xudoga shukr. Chunki baribir sizlarning roziligingiz muhim, chunki kichkina go'dak qizchamizni onasisiz. Biz xursand bo'ldik avvalambor rezultatlaridan. O'sha qoraqa bo'lgandachi meni Mariya bir basharanda tortib ushlab ketdi. Totya Mariya? Kim u Totya Mariya? Yomon Mariya. Yomonmi? Qayerda turadi u? Qorag'onda. Qorag'onda? Uyiga borib qo'rqitib kelaymi? Bo'pti. Shayton doktor bor. Shayton doktorlar unaqa demang qizim. Xullas, o'ylaymizki, hurmatli guruh kuzatuvchilari, hurmatli umuman Dermalife kompleks kuzatuvchilari, o'zingizga yarasha xulosa chiqarasiz, chunki bolani holatini, uni aktivligini ko'rib turibsizlar, gap so'zlarini eshitib turibsizlar. Qo'rib olingan desa ham bo'ladi qizchamiz, juda pishiq. Va o'ylaymizki, boshqa hech qachon bunaqa darddan aziyat chekmaydi. Rezultatlarni onalardan ozgina eshitishga harakat qildik, lekin bolani emotsiyasi hamma rezultatni ko'rsatib turibdi. Shundan o'zingizga yarasha xulosa chiqarasizlar degan umiddamiz. Yugurdi. Yugurdimi? Qayerda yugurdi? Ana uyda. Uyda. Uni ham uramiz hozir, xo'p? Tavsiyalarga rioya qiling. Asosiysi Dermalife kompleks mahsulotini rezultatini ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Endi bu yog'iga o'sha parhezlariga, uyqu holatiga, tartib intizomlarga rioya qilib lecheniya qilishda davom etish kerak bo'ladi. Opa kelmaydi ya. Kelmaydimi? Uni ham uramiz hozir, xo'p? Uyda. Sizni rosa gapingiz ko'payib ketibdi-da. Hurmatli Dermalife sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar, mana bunaqa samimiy suhbat, samimiy fikrlar, qizim Boya bugun mech bo'ldim. qanday gapirib oling. Bunaqangi samimiy suhbat, samimiy fikrlar bu biz uchun albatta baxt. Bularning sog'lig'i, butun millatning sog'lig'i. Shuning uchun o'zingizlarni va farzandlaringlarni ehtiyot qilinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin hammanglarning.